Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Batın inspektor Taftar Rashidov yaxshimisiz? Hamida Rashidov Ismoiljon aka. Hujjatlar joydami aka? Joyda. Me'yoriy hujjatlar sabr bor, hujjatlar tekshirish maqsadida to'xtatiladi aka. Multikamera zavoddan. Multikamera zavoddan. To'g'ri. Ogohlantirmadi sizni. Yo'q, endi aytmayman. Ichki ishlar organlari to'g'risida qonunning 8-moddasiga asosan sizni hujjatlaringizni tekshirib olaylik. Bo'ldi. Men hujjatlarni ham ko'rsatib beramiz. Guvohnomangizda. Guvohnoma. Charchamayapsizlarmi? Kech bo'lganda. Mehmonimiz o'tdi. Ismoiljon aka. Sizni ko'rganman, kuzatib boraman. Men ko'rmaman. Muddatini ko'ring. 30-yil 15-yilgacha. Bo'ldi, safto. Hujjat tekshirish maqsadida to'xtatasiz, to'g'rimi? Hujjatlaringizni tekshirish maqsadida to'xtatdim aka. Bunaqa payt osh markazlari ishlaydimi aka bu yerda? Osh yo'q, ishlamaydi. Somsaxona bor lekin. Yangi bozor tarafda yana nazorat olasiz. Chorrahadan 10 ga ketasiz. Reme uradigan chorraha keladi. Borursizda. Ha, o'shanda 10 ga tayyorlaysizlar, chap qo'lga qarasanglar Marjondan o'tganlaringdan keyin mana Somsaxona degan katta o'tgacha o'sha yondan kirib olasizlar. Shoshilma kelgan bo'lsa 26 kun qoldi. Shoshilmaysiz. Menga shoshlama kerak emas. Men bunga bergan, sherigimga bergan, 1 oylik bergan. 26 kun qoldi. Da, bilaman, 1 oylik olingan. Hujjatlar hammasi joyidagi aka. Hujjatlari Rasulaka. Telefon ekansizlar, ha? Charchamay sog' bo'laylik. Mayli aka. Qarang. Nega kuzatib boraman. Yomon qonunga gapirib qo'yasiz. Mana qarang, meni oynam qizil. Antibli qoplamasi qilinganda. Yo'q, e'tibor berdim. Shu o'sha narsa bo'yicha tortishganingizni ham eslayman. Eslaysiz, u holdan ko'rganmisiz? Mumkin emas deyapti. Men qaror etib beraman, mumkin emas deyapti. Ko'rganman, juda nima deydi, oxirgi daqiqada tarash olib borganingizni ham ko'rganman. E'tibor berganman, juda haqiqatan ham o'qib chiqqansiz. Ham berdim men sizga. O'zga ehtiyot qiling. Mayli aka. Charchamang. Yaxshi bo'ling. Charchamang. Sog' bo'ling.